birlashmasi 2026-yildan hozirgi 152 nafar aholiga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Olmos shahar tibbiyot birlashmasi tarkibida turli tibbiy shifo o'rinlari, shundan 360 ta budjet va 70 ta pullik shifo o'rinlariga ega. Hamda 3 ta statsionar shahar markaziy shifoxonasi, 118 shifo o'rinlari, 163 ta budjet va 55 ta pullik shifo o'rniga ega. Bundan tashqari Olmos shahar bolalar shifoxonasi 95 o'rinli hamda mavjud bo'lgan O'zbekiston Prezidentining 21-28-yildagi sog'liqni saqlash sohasiga ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam ko'rsatish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Prezident qarori 54-9 sonli qarorga asosan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining 22-24 dekabrdagi 325 sonli va Toshkent viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasining 22-23 dekabrdagi 11-15 sonli buyruqlar asosida Olmos shahar tibbiyot birlashmasi 24-13 martdagi 54 sonli buyruqqa asosan 103 ta buyruqqa asosan 103 ta budjet hamda 15 ta pullik o'rinlari tumanlararo tender markazi sifatida faoliyat yuritib kelmoqda. Ma'lumot uchun 6 oy davomida hisobot qilganimizda o'rinlar sonini Farg'ona shahar tumanida Piskent tuman aholisi ham bizga turish uchun kelyapti. Oshirib bajargani uchun yana so'xda tomonidan 22 ta o'rin qo'shib berilyapti. Chaqaloqlar hamda tug'ruq bo'limi. Shuningdek, 2666 ta quvvatga ega 5 ta ambulatoriya poliklinikasi muassasalari, jumladan bitta markaziy ko'rgazmali poliklinika, 550 ta quvvatga ega hamda 1-2-3 sonli oilaviy poliklinikalar 1950 quvvatga ega va bolalar stomatologiya poliklinikasi 160 quvvatga ega shahar aholisiga malakali va sifatli tibbiy xizmat ko'rsatib kelmoqda. Bundan tashqari 10 ta brigadadan iborat tez tibbiy yordam bo'limi bilan hamkorlik ishlamoqda. Lekin ularga bo'ysunadi. Olmos shahar tibbiyot birlashmasi 6 oy ichida quyidagi vazifalarni bajarildi. Birinchidan, Olmos shahar tibbiyot birlashmasi tomonidan bemorlarga 26-6 oy davomida jami 2,24 million so'm miqdorida 120 xil turdagi dori-darmon va tibbiy buyumlar xaridi amalga oshirilgan. 2025-yilning 6 oylik hisobotiga ko'ra ushbu ko'rsatkich 14% ga oshganligi va dori-darmon turlari kengayganligi ma'lum bo'lgan. Ikkinchidan, birlashmaning pullik xizmat ko'rsatish orqali 26-6 oy davomida jami 1,530,983 so'm miqdorida xizmat ko'rsatilgan. Bu o'sha pullik xizmatimizga, o'sha ko'riklarga hamda tibbiy ko'riklar natijasida tushgan pulimiz. Birlashmaning 1 oylik pullik tushum rejasi 203 million vazirlik tomonidan belgilangan. Buni 8% bajariladi. Uchinchidan, Olmos shahar tibbiyot birlashmasi xarid qilinayotgan asosiy vositalar va xizmat turlari 26 yanvar oyidan boshlab birinchi navbatda New Cooperation Uz elektron portal orqali, keyingi navbatda Xarid Uz va milliy do'konlar orqali portallar orqali amalga oshirilib kelmoqda. Ushbu elektron portallar orqali savdolarni amalga oshirish jarayoni inson omili orqali amalga oshirish imkoni mavjud emas. Inson omili yoki yordam asosida amalga oshirilganligi sababli tovar yoki xizmatlarning narxlarini belgilashda sun'iy oshib ketilishi ko'rsatilmaydi. To'rtinchidan, Olmos shahar tibbiyot birlashmasida korrupsiyani oldini olish, unga qarshi kurash maqsadida barcha oilaviy va markaziy poliklinikalarda shifokorlar qabuliga navbatsiz kirish maqsadida onlayn ro'yxatga olish, ya'ni internet tizimlarda onlayn ro'yxatga olish dasturi asosida amalga oshiriladi. Tibbiyot birlashmasining barcha muassasalarida raqamlashtirish maqsadida XRM, EDO, Yehuquqshunos, Demet.uz, MIS.uz va Lager elektron tarmoqlar orqali ishlar yo'lga qo'yilgan. Onalik va bolalikni muhofaza qilish bo'yicha 38,2 nafar tug'ilish yoshidagi ayollarning to'liq tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. 2 va 10 yoshli bolalarda 14,199 nafarida gelmintoz kasalligiga skrining tekshiruvlari to'liq o'tkazilib va bemorlar davolanib kelmoqda. Ularga o'sha kerakli bo'lgan albendazol dori vositalar tarqatilgan. 3 va 18 yoshli bolalarda 11,964 nafar onkogematologik kasalliklar skriningga to'liq o'tkazildi va kasallik aniqlangan taqdirda Respublika gematologiya markaziga yo'llanmalar berib kelmoqda. 40 yosh va undan katta yoshdagi 40,335 nafar aholi manzilli yurak qon tomiri va endokrin qandli diabet kasalliklari skriningga o'tkazilib kelmoqda. Noyabr oyida to'liq yakunlanadi. Shu rejada o'tkazildi. Agar ruxsat bersangiz, yetishgan aholi asosiy kamchiliklarga o'tkazilishimizga, chunki bu komissiya o'rganib chiqib, asosiy kamchilik bo'lsa,
kamchilik yetishgan deputatlar savol bo'lishi mumkin. Kamchilik va mavjud muammolar. Olmos shahar tibbiyot birlashmasi tizimidagi Alisher Navoiy ko'chasi 18-ga joylashgan ikkinchi oilaviy poliklinikamiz filialimiz binosini ichki va tashqi tomonlardan mukammal ta'minlashlari o'tkazish kerak. Missiya dasturiga berdik, lekin hali anaqasini bermadi, 100% o'tmadi. Ikkinchi masalamiz Olmos shahar tibbiyot birlashmasi tizimida Fokat ko'chasi joylashgan. Birinchi oilaviy filialimizni ham mukammal ta'minlashgan. Keyingisi Olmos shahar markaziy shifoxonasi binosini mukammal ta'minlashlarini o'tkazish. Shifoxonani o'zini statsionarga bo'yicha agentlikdan shifoxonadan chiqqanimizda 27-yilga o'zlarini rejasiga qo'yishdi, yordam beramiz deb aytishdi. To'rtinchidan shu markaziy shifoxonamizga qarashli MRT apparati, bilasizlar, o'sha prezidentimiz sovg'asi, uni gelisi uchib ketgan ekan, ta'mir talab. Unga 120 ming AQSh dollari, ming AQSh dollari zarur ekan. O'zini narxi 6 milliard so'mga kelgan ekan. Yo'q, ming AQSh dollari, ming AQSh dollari. Buni vazirlikka berdik, vazirlik bir oy ichida to'liq javob beradi yoki dasturga qo'yib beradi yoki boshqa anaqasini ishlaydi. Bu deyaptilar, chasga faqat turklar berish oldidagi xususiy klinikada bor ekan, bir kun navbatga turmasa 3 kundan keyin vaqt beradi. Shu savol, nima uchun turklar xususiy больницadagi MRTsini chiqarasiz, tuzilmaydi, lekin bizda bor. Savol. Buni o'zim ham ko'targanimda bizda lift o'xshagan, bugun ham lift buzildi deb e'lon berishyapti blogerlar. Anaqamiz yo'q, bizga pul ajratilmagan, sug'urtadan servis xizmatiga har bir pul ajratib kelib servis xizmat ko'rsatib turish kerak. MRTda ham xuddi shunaqa. MRTda oddiyga tushib turganimizda konserverda ovoz 18-20 dan agar tushib ketsa, oshib ketsa, G-nis tushib ketadi. Bu pastdan nazorat qilish kerak, tok uzilishi kerak emas, напряжение past baland bo'lishi kerak emas. Qo'shni generatorlar ham bor, muntazam ravishda nazorat qilish kerak. Nima uchun xarajatni smetangizga yoki milliardga yaqin pul topyapsizlar? Sochani shu servisga qo'yapsizlar. Buni 1,5 milliardda 40% shu Sog'liqni vazirligining buyrug'i bor. Xodimlar oyligiga ketadi. Undan keyin yetishmayotgan reaktiv hamda dori vositalarimizga, masalan, klinik boshimizga hozir konsert so'rayotgan o'shalarga ketyapti. Lekin hozir sizni pul bo'lib turibdi, o'zingizga sarf qilasiz. O'sha doimiy texnik ko'rikdan o'tkazib turishingiz kerak, o'tkazilmagan sizaytganingizdek, balki qonun suv o'tgani, qonun suv o'tgani ustiga Samarqandda bo'lmagandan keyin u hammasi o'tganda kuygan, boshqa narsalar bo'lgan. Bu sizni oldingi vaziyatlar aytib o'tyapmiz, masalan. Bu nima uchun bu xususiy klinikalarda MRTsi yillab remont talab etilmaydi, lekin bizniki kelganda shu ko'riklar yilda remont talab etiladi. Yo buni nomutaxassis ishlatyapti yoki bo'lgan servis deyapti, o'sha servisini mablag'ini bo'lsa qilish kerak. Chunki hozir o'sha mablag' agarda biz servisiga aytilgan 100 million pul ajratganimizda biz mamlakatda 2 milliard pul yo'qotmagan bo'ladi. Uni taklif bilan chiqib kerak bo'lsa biz chiqamiz bu taklif bilan. Chunki siz aytayotgan narsa MRTga hozir xususiy klinikaga bo'lsa 300 ming 400 ming so'raydi. Bizda tekin aholi misol uchun foydalanish kerak bo'lgan narsalar esa biz ishlatolmaymiz. Administratsiyaga murojaat qildik. Bizda xususiy funksiyalar qatnashganlar olmaliq bir yigitimiz bor ekan, radio ekan. Taklif bilan chiqdi. Mana shu remont qilsanda 50 yil ishlasak, masalan, pul xizmat asosida o'sha nogironlik bo'lgan shaxslarga, o'sha turmush guruh yoki resurslarga bepul yoki ekstrenlik bepul qolganlar pul xizmat asosida xizmat ko'rsatib 50 yil 50% o'sha davlat tushumi bilan 50% manga deganda u o'sha davlat sherikchiligi asosidagi nizomga to'g'ri kelmadi. U biz joy bersak, apparat bilan u kirganda edi, o'sha 49gacha bersak bo'lar ekan. Lekin sizga taklifni berdik, agar yechimini qilib bersa, vazirlik tomonidan bepul yo'l tuzatib bergan bo'lardi. Bepul tuzatib beradi, ijtimoiy ijtimoiy muhtoj aholiga tekin, lekin pul berilishi kerak, lekin xususiyga nisbatan aqlli foydalar. Servis xizmati ham o'zida ekan, o'zini ishchilari bor ekan, nazoratchilari 4 ta joyda ish ko'rsatib Savolingiz bormi shu masala yuzasidan? Shu masala yuzasidan shu remont apparati hozirda ishlab buzildi deyapsiz, bu o'zi ishlaganmi? Ishlagan. Oldingi sanatsida xuddi shu masalalar, oldingi deputatlar sanaqamizda ham shu masala bo'lardi. Doimiy bor bo'lganlardek shu
Çünkü bu, yani bilişimci bu işleme işe düşmeye geri düşüp etti, değil mi? Çünkü her sefer muammalarda bir yerde firma geliş gerek, buranın asasını akıya veriş gerek, buzlu koyup veriş gerek, şundan yapıyoruz. Her sefer buranın yemek işlerinde işlemedi. Kaça işlerse, ana biz firma gaza, her gaza akıya verdik, buranın asasını koyup veriş gerek, akıya veriş. Yani bu işlere eğer şu işlemedi, değil mi? Buranın adam verdik, işlemdi. 3-4 oy davomida ishlagan ekan. Ishlaganlardan so'rab, mana endi yangi kelganman, ishlagan ekan. 3 oy davomida ishladi, ishlab turdi, yaxshi ishladi. Keyin bir direktorlar muammo bo'ldi, keyin Prezidentimiz sovg'asini 3 oygina ishladi. Agar prezidentimizga yetib olsa bu narsa, prezidentga yetib olsa, bu ancha-muncha muhim bo'ladi. Chunki bu tekshiruv bo'ladi, boshqa bo'ladi. Chunki bu aytyapman, u yillab ishlatilgan narsa, yillab ishlasa bo'ladi. Даже 1 yil ham ishlamadi texnik ko'rik. 1 yil ham ishlamagan. 3 oygina ishlab buzilishi, aytganda bu texnik ko'rik yoki o'zimizni bu aytgan non-mutaxassislar ishlatganimiz bo'lyapti. Asosiy kamchiliklaringiz o'ting. Asosiy kamchiliklar shu bolalar shifoxonasida ikkita IVL otalarga hamda bolalarga ikkita IVL apparati, Olmos shahar tuman operativ markazida 4 ta sepa va 204 ta apparatiga ta'minlashimiz kerak. Olmos shahar markaziy undan keyin Olmos shahar markaziy shifoxonasi yuqumli kasalliklar bo'limiga dezinfeksion kamera olib berish va bakteriologik laboratoriyani ta'mirlash ishlarini oxirigacha yetkazish. 6-si Olmos shahar tibbiyot birlashmasi 10 ta avtoklab va 10 ta distillator olib berish kerak. Disklar hamma ma'nan eskirgan, buzilyapti, meteorni chaqirib tuzatyapti, nasib qo'yapti. Shuning uchun yangilash kerak bo'lyapti. Olmos shahar 151 ming aholiga skrin tekshiruvlar o'tkazishda mahallalarga, maktablarga hamda korxonalarga UZI, portativ UZI va EKG va boshqa tibbiy apparatlarni olib berish, klinik laboratoriya tekshiruvlari, RVS, gepatit B, histologiya, serologiya va boshqalarni apparaturalarni olib berish, ya'ni qo'l-avtomat analizatsiyalar haqida gap ketyapti. Umumiy parallel qanchalar mana shu kamchiliklarga yopishtirish. Bu ham 1 milliard oshadi. 1 milliard oshadi. Mana shu 1 milliardga yaqin. Misol uchun biz hozir obodonlashtirishga deyapmiz, matoga yotqizishga deyapmiz. Bu kutadigan narsa-da. Misol kutadigan narsa. Lekin bu inson sog'lig'i bilan bo'ladigan narsa kutmaydi bu narsa. Siz hokimlikka aynan hisoblagan mablag'lardan ajratib qo'yish so'radingiz. Biz ham narsani qo'llab qolamiz. Yana aytagina misol uchun gulni suv quyishi kerak bilan quyib turamiz vaqtimiz. Aytgan latordan keyin ham qo'ysak bo'ladi. Lekin inson sog'lig'i, salomatligini kechirmaymiz. Zudlik bilan qilamiz. Zaten biz takliflar chiqamiz. Chiqing hokimlikka aynan hisob qilgan 6 oylikdan keyin, 2 oylikdan keyin hisob qilgan mablag'lardan kelib chiqqan holda qo'ying. Hammasini qila olmasmiz. Qisman hozirda grafik zarur. Misol uchun eng zaruri birinchi kvartal, ya'ni 3-chi kvartal bo'lishdi. 4-chi kvartalga ma'lum olmasam bo'lmaydi. Qo'yinglar, misol uchun o'tirib hokimlik muhokama qiling, moliya rahbarini chaqiring, o'tirib muhokamalar bir yechimini topaylik. Shu narsani ko'taramiz masalan. Salomatlik yuzasidan masala. Kompyuter masalasi bo'yicha kecha mana e'tirozga o'rin bo'ldi. Bu O'zbekistonda ko'p tomosha o'tadi. Olmos shahar başkan bu o'tirib, yozuvchi xalq davrini ko'tarib chiqarib qo'yadi. Qisman 50% boshqa narsalar olib chiqadi. Lekin men nima demoqchiman? Kecha oliy poliklinikangizda registraturangiz bo'yicha inqiroz ko'tardi. Xalqda registraturada o'sha yozgi paytda issiqlik yo kompyuter ishlamagan bo'ldi. Unchaga odam ko'payib ketdi, e'tiroz kuchli. Lekin menimcha keyin qanchadir vaqtdan keyin bartaraf qildingiz, menimcha to'g'ri. Boshqa ham tibbiy ko'rik ketganda, chunki bajaga bo'lyapti boshqa tibbiy ko'rik ham sham bozor hammaligi bo'lgan, yig'ilib qolgan birdaniga pul sifatxonasidan o'sha paytda aholi ko'payib ketdi, keyin o'sha shifokorlarga yetdik, registratorlarga, shifokorlarning yordamga chiqardik, hamma egasiga yetgandan keyin tarqaldi. Обязательно to'g'ri e'tiroz ko'tarildi tomonidan o'sha ventilyatorlar qo'yish masalasi, markatsiya qo'yamiz, ventilyatorlar aholi buzish bo'limi, bu sog'lom, bu layga ketish o'rniga yoki profilaktik o'talarni davlat hisobga ketsa, virus shu kompyuterlar ko'paytirish kerak bo'lsa, kompyuterga masalan qo'yib ketamiz. Bizlarga 3 taklif ko'targandan keyin o'sha o'qimchi ishlar aniqlikda qo'yib berishda hozir harakat qilib olamiz. Qancha boshqa chiqaryapman, ovozimiz beramiz, qo'ying. Faqat hukumat deputatlar
ekranga kelib chiqqan holda savollar ko'ramiz. Savol emas.